O mashinalar terib tashlashibdi. Bu qanaqadir mashina zavodi shekilli menimcha. Necha pul endi mashet? Oylik ijara to'lovi aka? 500 ming. 500 ming? Xo'jingimi qancha? 5. Ha? 3 millionligini bilardim, 5 million deb keyin oxirgi mahal o'zi aytgandi, 5 million qo'yganmiz. 5 million 3 million deb bilardim dedi. Ha. 3 millionga xo'jingim bergansizlar, oyga 500 mingdan to'lov qilgansizlar, to'g'rimi? Shunday ya. Ha. Tushunarli. Aka, demak siz yoshingiz nechida? 25 ta. 25? Nechinchi yil bo'ladi? 2000. 2000? 1. Birmi? Bu ayni degan sindirib yubordi aka. Kurushga otuvdi-da. Kim otdi? Marhum. Qizmi? Sizga otdimi? Yo'q, menga shu o'ynakka otdi. Sabab? Sizga jahl qilibmi? Ha. Hozir bunday qilsam to'kilib ketadi bu ayni. Qo'li bilan urib ko'rdi, keyin qo'li ham shilinib qoldi. Shu o'rtasi shuni teshildi-da. O'zi butuni shu o'rtalari ham bor edi. Karisni uyini qilib berishlaring kerak endi. Hozir shu qizmi? Ha? O sigaret kim chekkan? Ash qiz chekkanmi? Mana nima mana? Bu yer hozir naqa konditsionerda nimalar turadi. Mayog'da Ramazon. Naryoqda? Mayog'da Archa bayram. Ramazonni nimalarini ilishgan ekanda mana. Ramazon keldi deb. Ro'za tutarmidi? Siz? Ro'za ham tutadi, aroqni ham ichadi. Keyin bilmayman, aroq ichgan bo'ldi, o'zi aynib qoldi, keyin aynib qoldi. Aroq ichgan yo'g'ida aynib qoldi, mana nima? Tepadagi mana svetda. Tepadagimi? Tushib ketdimi bu? Bunga ilgan bo'lgan ekanda Ramazonda nimasini. Uni tortib yulganda u ham qo'shilib tushdi. Tushgan. Hozir uyda hamma narsani bu yerda dasturxon bo'lgan, mana bu dasturxon, buni ustida idishlar bo'lgan, tortganda hamma sinib ketgan bu yerda. Keyin bakal bo'lgan, bakal